Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2020 yili 8-sentabr seshanba. Bu qadam men bundaq ikki masala haqida to'xtalmayman. Ya'ni Xitoydan taralgan vaboning dunyo iqtisodiga, jumladan Amerikaning iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri haqida to'xtalmayman. Amerikada berilayotgan prezidentlar saylimi haqida ham to'xtalmayman. Ammo bundan bir necha soat ilgari men New York vaqti bilan Reuters agentligining xabarida ko'rgan Uyg'urlar haqida, ya'ni biz haqidagi bundaq bir xabar haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Albatta bu haqda bizning Uyg'ur medialari cho'qim bir xabarlarni bergan bo'lishi mumkin. Shundaqmi men buni sizlarning diqqatingizga sung'im keldi. Xabarda deyilishicha, Amerikaning Savdo ministrligi Uyg'urlarning vatanida bizning Uyg'urlarni majburiy emgak silib ishlab chiqargan paxta mahsulotlari bilan pomidor mahsulotlarining Amerikaga kirishini, Amerika bozorlariga kirishini cheklamoqchi ekan. Albatta, tutun ko'tarilgan yerda, is ko'tarilgan yerda o't bo'ladi deydigan gap bu gap bekorga chiqmaydi. Biz bilamiz, bir necha yildan beri Xitoyning bizga qaratgan zulmi haddidan oshib ketdi, chekidan oshib ketdi. Bundan qarta vijdonliq, insonparvar jamoat e'tiroz bildirdi. Shundaq yana Amerika hukumatı buni ayblab, Uyg'urlarni qo'llab, Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunini ham ma'qulladi. Garchi shundaq bo'lsa-mu, ahvolda, vatanda, qarindoshlarimizning hayotida o'zgarish yo'q. Ya'ni yaxshilanish yo'q. Ular lagerlarni taqib deb, qarindoshlarimizni lagerlarning ichidagi zavodlarda, ularning atrofidagi zavodlarda 21-asrdagi hech qanday madaniyatlik tuzumga, jamiyat ko'tarmaydigan shunday bir jinoiy ishlarni qilyotdi. Ya'ni ularni eksploatatsiya qilib majburiy emgakka silyotdi. Ba'zi xalqaro tashkilotlar, ba'zi demokratik ellar undaq qilma, to'xtat, jinoyatni to'xtat dedi, ammo to'xtatmadi. Bu qadamlarning elinishi, ya'ni ularga nisbatan ashu xil Uyg'urlarni eksploatatsiya qilib ishlab chiqargan mahsulotlarga nisbatan bozorni etish nimadan darak berdi desa, bularning jinoiy qilmishlarining shu jinoiy qilmishlarni tug'dirishninki tannarqini, zinini oshiradi. Ya'ni siz birisiga bir odam maska bo'lsa, bir odam ushuq bo'lsa, mushtumzir bo'lsa, siz uningga to'xtat, eli unda qilma, eli bunda qilma deb mushtingizni ko'tarib devaylab qo'ysangiz ta'sir qilmaydi. Shundaqmi? Mushni selishingiz kerak. Shundaq bo'lgan vaqtda u o'zimi og'irgandan keyin vayjon deydi, to'xtaydi. Jinoyat o'tkazishdan yanadi. Endi bu qarmoqqa savdo ishidek to'g'ini bilan buning ma'nosi cho'nqur. Bularning bozorlarini, bularning mahsulotlarini nisbatan bozorni etib oldi degan gap. Ularning Uyg'urlarni majburiy emgak silib mahsulot ishlab chiqarishining tannarqini oshirib o'tadi degan gap. Iqtisodiy nuqtadan aytgan vaqtda. Demak, bu xil yaxshi gap bilan, ayplash bilan to'xtatilmagan ishni iqtisodiy qonuniyatlarningki o'zining rol o'ynashi bilan to'xtatadi deb o'ylasak, tasavvur qilsak bo'ladi. Bu to'g'risida mushunchalik so'zlayman. Endi men o'tganda oldingi bir necha qitimliq leksiyalarimda men paycheki to'g'risida so'zlab o'tgan. Paycheki to'g'risidagi leksiyalarni so'zlashim, atrofimizga boqadigan bo'lsak, Amerika, Kanada yoki g'arb ellarda yashayotgan va yoki ochiq jamiyatda yashayotgan kishilarning payilib, setib, ba'zilarining kunining xeyli yaxshi o'tayotganligini cho'qim ko'rgan. Men yana ma'rif uchun mablag' solish, o'zimizning yashangan vaqtdagi hayot uchun mablag' solish, salomatlik uchun mablag' solish degandek bir necha xil mablag' solishlar to'g'risida so'zlab o'tdim. Balalarimizning ma'rif uchun hozirdan boshlab pul qo'yish to'g'risida so'zlab o'tdim. O'zimizningki yashangan vaqtdagi amonat puli uchunmi mablag' solish haqida, hozirdan boshlab mablag' solish haqida, amonat qo'yish haqida men so'zlab o'tdim. Undaq bo'lishiga sabab odamning bolalik, yoshlik, o'rta yoshlik, qiyrilik bu bosqichlari bu bir tabiiy jarayon. Har bir tabiiy jarayonda bizning iqtidorimiz, bizning jismoniy, moddiy, ruhiy talablarimiz shunga mos holda o'zgarib qoladi. Ammo moddiy dunyo bilan ruhiy dunyoning o'rtasidagi muayyan birlikni saqlash biz o'z uchunmi, o'zimiz shaxs sifatida o'zimiz uchunmi, oilamiz uchunmi va yana yashayotgan jamiyatimiz uchunmi nihoyat muhim.
Shu nuqtalarni ko'zda tutib men pensiya puli haqida, balalarimizning ma'rif haqida, pul amonat qo'yish haqida bir qism pul muomala savodlarini berdim. Jumladan paychik to'g'risida biroz so'zlab keldim. Meni xush qildig'ini ba'zi qarindoshlar men bilan aloqa qildi, xat orqali, telefon orqali, so'z qilish orqali, ya'ni o'zining yosh turib pensiya puliga pul qo'yishga qadam tashlab, qadam og'inini sal kechikkan bo'lsa-mu pensiya puliga pul qo'yishga boshlaganini leksiyani anglaganda men xush bo'ldim. Sabab nima deganda, siz bir ishni hozirning o'zida boshlashingizmi, hargiz kechikkan bo'lmaysiz. Ya'ni yaxshi boshlangan ishning o'zi bir yerim muvaffaqiyat, ya'ni manzilninki yerimi tugidi degan gap. İşni qilmay, hech qanday ishni qilmay yosh turib vaqtni o'tkazsangiz, u ishni qilmagan bilan barobar. Shunga shu mayli qancha yoshda bo'lsin, 20 necha yosh bilan 50 necha yosh atrofdagi qarindoshlarningki shu haqda kallaqa turib o'ylanganligining o'zi 20 necha yoshlarga nisbatan aytgan vaqtda bir cho'ng, buyuk bir ish 50 necha yosh atrofidagi qarindoshlar uchun aytgan vaqtimi, bu nihoyatda tabriklashga, qo'llashga tegishli bir ish. Siz kechikmadingiz. Men leksiyalarimning birida shundaq bir gapni qilgandim. Har kim o'z vaqtida. Albatta u inglizcha deyilgan gap. Men uni uyg'urchaga tarjima qilib, men shu leksiyaning birida so'zlab o'tgandim. Ba'zilar 55 yoshda pensiyada Obamada, ba'zilar 70 yoshda Trumpdak prezidentlik o'rnida deydigan bir shunaqa bir banava. Siz kechikmadingiz, kechikmaysiz, ishni to'g'ri qilsangiz, dal vaqtida qilsangiz. Qachon yaxshi ishni boshlasangiz, shu vaqtning o'zi meningcha dal vaqti. Xo'sh, endi bu qarindoshlarning yana so'ragan savoli nima desa, shu Roth IRA, ya'ni individual retirement account, yaklarninki pensiya puli haqida shundaq bir so'ragan bir savollar bor. Men Roth IRA bilan an'anaviy IRA'niki bularninki aniqlamasi, bularninki farqi, o'xshashlik haqida bir ikkinchi leksiyarimda ashuna so'zlab o'tgan qarindoshlar shuni yana qayta anglab baqsuludi. Ammo qandaq hisob echish masalasida bir nechasi bor. Masalan, Schwab deydigan bor, TD marketing, TD deydigan birisi bor, ba'zi Merrill Lynch'ning bor, andan keyin Fidelity'ning bor. Masalan, mening o'zimning Fidelity'niki. Buni men faqatla mening idoram bilan Fidelity'ning o'tirisida muayyan munosabat va bizning xizmatchilarning hammasini shular boshqarib berdi. Ya'ni azroq boshqarish haqqi oladi. Biz maoshimizning bir qismini shularga qo'shimiz, shular buni aylantirib beradi. Shunga o'z oldingizga Fidelity'danmi net benefit statcam deganga qarab ochsangiz bo'ldi. O'z oldingizga hisob ochsangiz bo'ladi. Hisob ochsangiz u chaqda uni o'zingiz o'ynashga to'g'ri keladi. Agar sizning idorangiz bilan Fidelity'ninki, ya'ni idorangizdagi ishchi xizmatchilar bilan Fidelity'ninki munosabati bo'lsa, sheriktingizdagi, idorangizdagi odamlar shu Fidelity'ga shundaq bevositasizningki maoshingizdan yoki paycheckingizdan pul tortib, shular aylantirib berayotgan bo'lsa, ular tex yaxshi, chunki ular kenishkilik, uzun yillik tajribasi bor, pul muomala yoki boylik analizchilarini ishga soladi. Shu o'zingizning o'yinig'ini qaraganda, ajatda shularga havola qilsangiz texim yaxshi. Agar siz o'zingiz bir hisob ichib, azazdan $50 alqatam maash olgan vaqtda yoki $100 qilib, u paylarni, bu paylarni olib baqsangiz, buning hech qanday yomon yeri yo'q. Qilmagandan qilib baqan yaxshi. Endi men gapni paychekiga, yana ham paychekiga yetkazib ketay. Mishad yana bir gapni deb qo'yay. Men buni so'zlab kelyapman. Qarindoshlarning mening shu paychek haqidagi so'zlagan leksiyalarimni bir anglab bo'lmay turib, aldirab bir paychaklarni olib ketmasliklarini tavsiya qilaman. Avval bir anglab bo'lishinglarni umid qilaman. Chunki paychek olgan vaqtda uning xatiri bo'ladi. Paychek bozorlari bek daval qo'ydi. Men oldingi xitimda hujumchi xarakterli paychek og'chilar bilan an'anachi bunda konservativ pay og'chilarningki xususiyatlarini so'zlab bergandim. Ammo mayli qaysi bo'lishidan qat'iy nazar pul muomala kapitali bozorida bu kishilar bunda bir necha xil xatarga duch keladi. Bu xatarlar nima xatar degan vaqtda pul muomala xatari. Ya'ni siz ma'lum payni bilmaylar, qiziqiblar, faraz bilan uni olib qo'ysangiz, shu shirkatni hech qanday kuzatmaylar. Shu payni
shu payninki egisi bo'lgan shu shirkat, shu payni taqatgan shirkat vayron bo'lib ketib qolsa, sizning butun boyligingiz yo'qolib ketadigan ish chiqadi. Shunga bu birinchi xatar, buni aytdi, cho'ng xatar. Bu xatarning oldini olish uchun, bu xatarni tumanlatish uchun nima ish qilish kerak degan vaqtda avval informal choice deymiz. Bilib turib, shu shirkatni tushunib turib, aningdan keyin asa qiladi. 1999 yil deyman, Doktor Koop deydigan bir shirkatning paycheklari 40 necha dollar bo'lib, az vaqtdikilla bu 2 dollarga chiqib qolib, shuning mablag' saqan nurg'on pulini aloqa yo'qotib qo'ygan. Nima ish deganda, u faqatla salomatlik to'g'risida maslahat beradigan, uchur beradigan shirkat, ammo uning alohida bir maslahati yo'q. U foyda aklanmaydi. Shunga shirkatlarning paychekini ilishda bu shirkat nima mahsulot ishlab chiqaradi yoki nima mulozimat bilan ta'minlaydi, buni kishilarning elish mumkinchiligi bormi, zo'rayish mumkinchiligi bormi, qanchalik qarzi va qanchalik ish xizmatchisi va qanchalik naqd puli va deganga o'xshash mushu narsalarni yaxshi bilish kerak. Ya'ni shularning taqatgan payninki har biri qancha pul, ananinki shu payninki pay olgan odamninki, paylarninki qaytib kelishi qanchalik ma'lum mazgil ichida mana bularga qarash kerak. Shunga bo'lib turib qaror chiqarish, bilmay turib qarig'lacha faraz bilan hissiyotga taynib qaror chiqargandan yaxshiroq. Shunga bu cho'ng xatarning birisi shu pul muomala xatiri. Hamma yo'qotib qo'ygan ish chiqadi. Buni tumanlatishning usuli cho'qim shu shirkat to'g'risida, shu pay to'g'risida yaxshi bilish kerak. Qaysi sanoatning, qaysi sohaning payi bu? Yemak-ichmakningmi, o'yin tomoshaningmi, yoki bo'lmasa avtomobilningmi, yoki texnikaningmi, yoki tor orqali bir narsa sotilganingmi degandek bularni yaxshi bilish kerak. Ana degan ikkinchisi pul paxalligininki xatri. Ya'ni siz pulingizda qo'lingizda bor naqd pulni. Ya'ni men dedim, pul pay chek setilishdan burun avval butun o'zingizning moliya ahvolini sog'lomligingizni o'ylab ko'ring deb. Ya'ni o'zingizga yugurishdan burun siz quvvat bormi, shuni biling demoqchi-ku. Azroqli 500 metr minutlar o'pkingiz altirab, chiroyingiz tasirib, pokkidji qilib qolsangiz bo'lmaydi. Shunga o'zingiz chidalaydigan bo'lishingiz kerak deganda, bütün chiqimlaringizni chiqarib o'tgandan keyin o'zingizning qo'lda muayyan naqd pul bo'lsa, ajtingiz bo'lmasa, 3-4 oy, 6 oy, 1 yil, 2 yil degandek. Ondan tanlab foydani olsangiz bo'ladi demoqchi. Endi uzun mezgil olib qo'ysangiz bu foydani, agar pul paxalligi bo'lib qoladigan nima? Pul paxalligi bo'lib qoldigan ishlab qolsa, pul paxalligi degan bugungi 100 dollar bilan siz bir narsa olgan bo'lsangiz, kelar yili shu 100 dollarlik narsani olaman desangiz, 110 dollar to'lashga to'g'ri kelsa, bu paxallikqa bu yerda 10% bo'lib ketdi degan gap. Shu siz pulingizni paychekka solib o'tib, keyin shu paydan kelgan pulingiz haliqi pul paxalligi keltirib chiqargan ziyonni to'liqlayamasa, bir ziyon tatgandek ahvollar qoladi. Shunga haliqi ziyon tatib qolsa, shunga pul paxalligiga ham qarash kerak. Paychekka o'ynagan vaqtda iqtisodning umumiy ahvollariga qarash kerakda. Milliy daromadning ishlab chiqarilishi, iqtisodning yuksalishi, ishsizlikning nisbati degan o'xshash mana bu shundaq narsalarga qarash kerak. Anadan sirt yana haliqi xavf-xatarlar yana o'sim nisbati to'g'risidagi shundaq xatarlar, haliqi o'sim nisbati-chi, yana o'sim nisbati ishib ketib qolsa, bu paychekka bozorga odatda hamisha emas, odatda paychekka nisbatan aytgan vaqtda biroz ziyonliq. Chunki kishilar o'sim nisbati oshgan vaqtda pulni bankaga qo'ydi. Bu o'sim nisbati oshgan vaqtda iqtisod biroz tarish qarab ma'noda. Nima ish qiladi deganda, pul paxalliq ko'riladigan vaqtda Markaziy bankka pul paxalliq yuz berishning oldini olish uchun o'simni oshirdi. Bunday vaqtda idora iste'molchilarning, shirkatlarning qarz olishi taslishidi. Unda bo'lganda bu iqtisodiy faoliyatlarga, shirkatlarning iqtisodiy faoliyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Sizning bu olgan payingiz shirkatlarning payi. Shuning bilan nima bo'ldi desa, paychekida biroz tushish bo'lib qoladi. Ya'ni bunga qarash kerak. Demak, siz kapital bozoriga kirib, paychekka oldim deydi ekansiz, bu xuddi bir ko'lga yurib, beliq tutaman deganga o'xshash. Agar paylarni beliqqa o'xshasak, belijonga o'xshasak, dastlabda siz u beliqning cho'ngroq bo'lishini kutasiz. Ko'rib, kuzatib, sal cho'ngayganda tutaman deysiz, shundaymi? Lekin tasodifiy holda bu siz shu ko'l bir suzuk ko'l, ma'lum bir sabablar tufayli uning atrofidagi bir shirkat zaharlik, kimiyalik moddalarni ko'lga qo'yib yutib qolsa, nima bo'ladi desa, beliqni o'tirib qo'ydi.
Şuna o'xshash hukumatning bir siyosatlari o'zgarish bo'lib, yoki baj siyosati o'zgarish bo'lib, yoki bo'lmasa qonuniy jihatda bir shunaqa bir shirkatga foydasiz bir vaziyat yaratilib qolsa, nima bo'ldi desa, bu shirkatning paylarining bahasi bak tushib ketib qoldi. Shunga shu payni olgan vaqtda shu payni epli qo'ymay, shu payni taqatgan shirkatning umum ahvolini, setish ahvolini, bir mahsulotning, yangi mahsulotning bor yo'qligini, tadqiq qilinayotgan qilmayotganligini, mushularni kuzatib turish kerak. Undan sirt yana bir xavf-xatar nima desa, bu psixik jihatdagi xavf-xatar. Birsi shu bak ochko'zlab kelsa ko'maydi. Bak ochko'zlik ham haddidan ziyada berilib ketish shuningga ikkilisi bir xil oshqin holat. Shuni mo'tadil tangpoliqni saqlash buni aytmayman. Bak ochko'z bo'lib ketib qolsa, bu ochko'z bo'lgan vaqtimizda uningga to'ymay qilib butun pulimizni ashnaga paychaga silib qolsak, keyin hammadan ayrilib qoladigan shunday bir ahvol bo'lib qoladi. Endi hammadan ziyada qo'rqib, voy bu pul muomala kapital bozori nihoyat xatarli ekan deb qo'rqib pulimizni uyning ichiga qo'yib qo'ysak yoki tamlog'i chaplab qo'ysak, o'g'ri olib ketadigan, o't ketib qolsa, kuyib ketadigan bunday ishlar bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa bankga 1%, 2% qilib qo'ysak, ziyon tortimiz nima ish qiladi desa, pul paxalliqchilik 2-3% dan bo'ladi. 1% o'sim bilan pulni bankka qo'ysak, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin bu pulning qiymati tuvallab ketib qoladi. Hamma narsaning bo'lib pulningki vaqt qiymati bor. Vaqt oshgan sari qo'limizda bor qog'oz pulning qiymati tuvallab boradi. Umuman aytgan vaqtda. Ammo uni paychaga silib bilib to'g'ri payni to'g'ri vaqtda ola olsak, ziyon tortmaymiz. Bizning atrofimizga ba'zi kishilar ashunda qilib, birini 2 qilib, 2ni 4 qilib, 4ni 16 qilib, 16ni qancha qilib, shunday beyib kunini yaxshi o'tkazadi. Shunga mo'sha jihatda paychaka bozoridagi yana bir narsa bo'ladi. Men ko'pchilikning samiga deb qo'ydiganim bundaq tavrinish bo'ladi. Albatta tavrinish qancha kichik bo'lsa shuncha yaxshi. Ya'ni bir payni $17 dan olgan bo'lsangiz, 15 koy, 14 koy chiqib ketsa, cho'ng chataq yo'q. Unda chiqib ketib qolsa chataq yo'q. Agar bu 17 koydan olgan bo'lsangiz, shunda 7 koyga chiqib ketsa, 4 koyga chiqib ketib qolsa, buning o'zi chataq. Shunga qaysi sahaning piyi, bir payni qilam kirib qolmaslik, bir sahaning begili qarab qolmaslik, pulningki hammasiga yoki ko'p qismiga payab qo'ymaslik, balki ma'lum ehtiyojlarimizni, ko'z oldimizga ehtiyojlarimizni chiqish qilgan ahvol ostida ma'lum bir qismiga azozdan sapiqib, azroq kichik bola mangan vaqtda, mengishdan vaqtda ta'tilab baqadi, ta'tilab ana yiqilib, yana qo'pab, andan keyin jugraydi-ku. Biroqla, men jugrayman deb chiqib ketgan bilan yiqilib burunni qantab olgan, tishni to'kib olgan ish chiqadi. Shunga salmoqlik bilan, ehtiyot bilan ish qilib, dastlabki bir yilni asta bir chiniqish, ugunish yili deb beksakmi, anandan keyin ana shu o'zimiz yashayotgan jamiyatlarningki baj tuzumlarini yaxshi tushunib, idoralarningki bizga match deb qo'yamiz, maoshimizga necha % qo'shib beradigan ashunday siyosatlarni yaxshi tushunib, ashunga diqqat qila olsak, andan keyin biz ham ko'pinchimizning kirimi shu maoshdan kirdi emasmi? Amal va qonuniy shaklda hukumat to'laydigan bejimizni azilta olsak, bajni az to'lash orqali amonat ko'proq pul qo'ya olsak, masalan, Roth IRA yoki an'anaviy IRA, anikin 401k, 403b, 401k yoki 403b degan pensiya pulini qo'ya olsak, ma'lum vaqt o'tgandan keyin bir gap bor, dariziga to'pa asta-asta qo'nab ko'mas qilib deganga o'xshash, bilim deganmi, odamga asta-asta yuqqanga o'xshash, boylik deganmi, ashunda bo'ladi. Ya'ni compound interest deb qo'ydi. Ya'ni o'simning ustiga o'sim chiqadigan. Paydaning ustiga payda keladigan, buni pulni topadi deb qo'ydi ko'pchilik. Shunga biz o'rgangan narsalar yo'q. Hozirgi dunyoda savodli yashashimizni aytib zarur. Savodli deganda o'qishni, yozishni, ko'rishni, anglashni bilsak bo'lmaydi. Kompyuterni ishlatishni bilsak bo'lmaydi. Yana pul muomala savodlarini bilmagimiz lozim. Ularni ishimizning cho'ng'ishiga agishib, shu pensiya puli haqida, keyin avlodlarimizga az to'la birini qo'yib qo'yish haqida uni o'ylab mamsak bo'lmaydi. Chunki hozirgi avlodlarning, ya'ni bizning qanday qaror chiqarishimiz keyin bizning avlodlarimizdan qanday yashashiga ta'sir ko'rsatadi. Unda bo'lsa, bugungi leksiya shunchalik bo'lsin.
Ben hem de bu da yana şu paylarning türleri, sahalar to'g'risida so'zlayman, ammo ko'pchilikning aldirab elib olmay payni. Moş eng avval Robin Hood degan shu appni tushirilib, ana dastlabında praktik qilib beqishinglarni umid qilaman. Jangga chiqishdan burun askarlar manevr o'tkazdi-ku. Yugurish musobaqasiga qatnashishdan burun biz avval put qo'limizni manda put qo'limizni harakatlantiramiz-ku. Shunga o'xshash, shunda qizitib turgan yaxshi. Xayr, xo'sh, rahmat.